Assalomu alaykum do'stlar. Hammalar bilan hammalarda yangi sezon ketdi mana. Xudo xolasa sezonlar ketib oldi mana. Xullas bu yangi YouTube kanal bo'ladi. Bugun shans bilan Snaperski TDM o'ynaymiz. Xudo xolasa birga bir TDM Snaperski. Hop. Hozir uni taklif qilamiz. Shams taklif qilamiz. Hop. Biz bu yoqqa o'tdik. Batta shahar o'tib anaqa durjada ishab qo'yishlari mumkin. TDM o'ynaymiz. Premium Walker. Qani bo'lmasam ketdik. Menda M24 ochilmagan uchun Koreyada o'ynadim. Uni 24 ni olib o'ynab, seplab o'ynadim. Xo'sh, chap tarafdan o'yinni boshladik birinchisida. Birinchi o'tolmadim to'g'risi, lekin M24 da kam o'ynayman. Bir M24 deganda bir o'ynab qo'ydim. Shu yerda ba'zi xatolar qildim. Nastroykam 406 ga o'rganib qopman. Shu sakrashlarim burchaklarda bo'lib yotibdi. Bu yerda ham otibdim. Bu yerda ham shot oldim. Sakraganda otolmadim, lekin bitta xatoyim minusim bo'ldi. Sakraganda otolmadim. Mana M24larni olib o'ynayapman. Hop. Sentrga chalg'itib turib chapga yurdimda orqa tarafi bilan borsam kiyimini tashayotgan ekan. Bitta otdi. Yana endi bitta otsam ketib qoldi. Hop. Endi qaytib o'qlanib, kecha pauzalanib, yana o'zimning joyimga qaytib bordim va bu yerda do'stlar DJ pauzani kutdimda uni ko'rdim va bu yoqqa chiqib turib bu yerni otmoqchi bo'ldim, tegmadi. Yana bu yerlarda xatolar qilib tashadim, to'g'ri, o'zim ham bilib turdim. Glazok uraman degan paytda sekingina otib qo'ydim, lekin bu yerda otolmaganimda uyat bo'lardi, lekin hop, yana shu yerda DJ pauzalanib, yana chiqamiz shu yerdan. Uni ko'rdim. Ko'rib aterab o'tib ketdimda otmoqchi edim, otolmay qoldim shu yerda. Shu yerda minusim bo'ldi. Otolmay qolganim minusda. Shotda bir ketyapti. Chiqishiga otdim. Xudoyo, 5-1. Xullas. Endi bu safar o'ng tomonga o'tishni boshladim. Buni ko'rdim, Shamsni ko'rib qochmoqchi bo'ldim, otib qo'ydi, lekin bu ham minus, men uchun minus. Uni lekin ko'rgandim lekin. Hop, shotgunda shak berdi-da. Sentrga chiqsam, yo'q, qayda yuribdi ekan deb qarasam, yoqdan kelayotgan ekan. Shu yerda ham kill qilib oldim. Esalomon. Xullas, shu yerda pauzalandik. Kecha yurganimizdan keyin sentrga qaradim, yo'q. Bu yoqdan kelayotgan ekan. Bu yerda ham o'tirib olib sakralmasdan yurdim. Bitta otganimdan keyin yana meni otib qo'ydi avemga olishga kelishgandik, lekin kulagorim topqonchalarda otishga kelishmagandik. So'mkamizni tashlab olamizda va yana jangga otlanamiz. Bu yerda ham shot olaman degandim, lekin ololmay qoldim. Bu yerda ham sakray olmayapman. Simparnishda ham o'tirib o'ynayapman. Xalaqit beryapti. Bu yerda ham urib qo'ydi Glazok bilan. Bu ham minus. Hop, uni ko'rdim, otdim. Bitta tegdi. Ikkinchisidan otam tegolmay qoldi. O'tirib yurdim. Qanday o'ynaganimni bilmadimda. Yana sakrab orqalardan yurdim. Baribir ham Glazok urib qo'ydi avemda. Hop, keyin sekin chiqdim. So'mkamni ham tashlamadim. Asablarim buzilib ketdi. Shunday urib qo'ydi. Yana 6-7 shot nimagadir o'ynolmayapman. Keyin shart chiqib turib avemda otdim men ham. Keyin hop, sekin yurdim va shak berib bu yoqdan o'tib, konteynerda orasidan o'tib, konteynerda orqasidan deb o'yladim. Yo'q, konteynerda orqasida ham yo'q. Hop, keyin ko'rdim uni. Ko'rib turib otdim. Tegmadi. Yana otdim, tegmadi. Dravajga Koreyada olaman deb dravajga o'tib ketib qoldi-da shu. Koreyada olaman deb dravajga olib ketdi. Nastroyka va
musor bo'lib ketibdi 24da. Uni ko'rdim, o'tmadim, o'tsa o'taman deb bunda ham o'talmadim, minus bitta. Yana o'talmadim, minus bitta otdim, bu to'g'ri, lekin ikkinchisida yana otib shot oldim. 808 turdan ketayotgan edi, o'qlab M24larni olib, uni M24larni ham o'qlab oldim. Keyin sumkamni tashlab, konteyner orqasida kursam, mendan kelib otdim va kelajak urmoqchi bo'ldim, urolmadim. Sakrab otdim, tegmayapti, qarasam tegmayapti va otib ketdi. Shu paytdan foydalana olmaganim uchun otib ketardi, endi nima qilardi? Hop, sekin o'ng tomondan bismillah deb chiqdik. Chiqyapmiz. U sentrda ko'rib qolib turib, shatmayaga qochmoqchi bo'lsam, bitta urib qo'ydi yana minus 910. 5-1 ketayotganda 910 qanday achinarli holat. Sumkani tashlab olamiz va ketyapmiz. Mayoqdan shag'ishgandan keyin yana otib qo'yyapti. 911 shot. Qanday nastroykani shat to'g'rilab sakrashdi, joyi o'rnatib oldik. Endi o'yin ketdi, xudo xolasa. 24larni oldik, sekin otib, sekin 24da o'qlaymiz va sekin yo'lga o'tdim. Uni ko'rib turib sakradim, yana sakradim, urib qo'ydim. Xudoga shukr dedim, mana 11 shotni tenglashtirib oldim dedim, mana. Uni ko'rdim, otdim, shak berdim, kelyapman dedim unga. Keyin qarasam, biyadan chiqib turibdi, yo'q qanday bunday dedim. Bu yerda ham otdim. 12-11 ketyapti shot 12-11 ketyapti. Sekin pauzani olib chiqishini kutdim. Otdim, tegmadi. Tegdi-da, tegmasa ham tegadi. Ular shuna qilib 13-11 shot, sekin sumkani tashladik, praktikani boshladik. Sakrab tushdi, o'tirdim. Yana shot berib qo'ydim. 13-12. 50 soniyacha yoki 50 soniyacha qolganda o'yin tugashiga sekin yurdim va ko'rdim uni. Otaman deb rosa urindim, bitta tegdi, u ham urdi. Shunda ham berib qo'ydim shot. 13. Xudo xolasa, sekin deb chiqyasak, do'stlar, sumkani tashladik va bu yerda bitta urdik, yana bitta shot. Do'stlar, xudo xolasa, bu birinchi videomiz bo'ladi. Xulosa, yangi YouTube kanal. Bunaqa short video, asosiy videolardan ko'proq chiqarib turaman. Obuna, like kutaman sizlardan. Hop, yana 14-13 bo'layotganda sekin o'tdim. Orqa taraf bilan bormoqchi edim, qo'y dedim. Karisa deb olmasin dedimda. Sekin shak berib o'tib ketdim. U ba'zan taraf yurgan ekan, qarasam sekin o'tdim. Kariyadi, sekin o'qladim. Tepaga chiqaman desam, bo'lmadi. Keyin shat kelgandan keyin qaranglar jigarlar, o'talmadim, men ham o'talmadim. Qanday? Yo, 15-13 shot normalniy. Hop, kariyada o'qlaymiz va sentrda birgamiz. Otib yurdik. Jigar deb. U mening o'rtog'im, yaqin o'rtog'im. Shuning uchun u bilan birga video oldik birinchisida va 13-11 shot